Zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildim. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullan o'g'liga uynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullanning oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga uylanayotganingizni bilibsizmi? Ha, G'aybullanning oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxtda oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy o'lay. Bu ana G'aybullo to'yxonada olti o'ynagan qizmi? Voy, bu ketib to'nish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybullo bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Hey, uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullan o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullanning oldida o'ynamay ekan, ey. Michael Jacksonning oldida o'ynasang nima deyapti? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullanning oldida o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?